Assalomu alaykum, sizlar bilan Madina Karim va ushbu video Uzbekistan Creative Association tashabbusi asosida tayyorlandi. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi videomizda biz tarelkani dekorlagandik. Endi bu safar biz customizing bilan shug'ullanamiz. Rostakasim handmade customizing. Buning uchun men bugun shunaqa shimimni olib keldim. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, dog'lar kraskadan bor. Va mana rasm chizganimda rosa sachragan, shuning uchun bularni bugun ikkinchi hayot berishga urinib, qanaqadir print tushiramiz o'zimiz qo'lda. Hozirgi kunda handmade yo'nalishda qilingan kiyimlar, buyumlar, dekorlar hammasi juda qadrlanadi. Bizda ham va menga eng yoqadigani bu etnik uslubda bo'lgani, lekin bugun sizlar bilan zamonaviyroq yo'nalishda ishlab ko'rmoqchiman. Bugungi videomiz uchun o'tgan darsdagi o'xshash xomashyolar kerak bo'ladi va to'liq ma'lumot mana shu yerda hozir chiqadi. Endi esa darsligimizga start bersak ham bo'ladi. Bugun men sizlar qaytarib ko'rishingiz uchun qiyin bo'lmagan print tanladim. Hammada birdek o'xshashi uchun men shunaqa oddiyroq print tanladim. Hozir ekranda chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Endi sekin ish jarayoniga o'tsak bo'ladi. Buning uchun biz akril markerlar va bo'yoqlardan foydalanamiz. Endi ishimizga o'tamiz. Ishni shunchaki markerlarda har bitta detalimizni joylashtirishdan boshlayman. Menimcha referensdagi oqni o'rniga men boshqa yorqinroq rang tanlab ko'raman. Sizlar ham xohlagan ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Birinchi mana bu yerdagi yozuvdan boshlaymiz. Markerlardan foydalanish juda qulay va ingichka yoki yozuvlar bo'lgan payt foydalanish juda asqotadi. All about love. Mana bitta love so'zi bor ekan. Mana qo'shamiz. Hozir shunchaki joylashtirib chiqyapman. Keyin detalliroq ishlab boramiz. Mana bu yerdagi yuringni chizib ko'ramiz. Shunaqa qilib men bu dog'imizni bekitib yuborsak bo'ladi. Buni joylab oldim. Qo'yaman va eng pastidagi yozuvga o'taman. Bo'yoqlar bilan va cho'tka bilan foydalanganimizda to'g'ri ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki shimimiz jinsovka o'zi fakturniy kraska singib ketaveradi juda tez. Markerlarda birinchi joylab, keyin akril bo'yoqlardan shunchaki ustidan yana chizib chiqsak ham bo'ladi. Mana bitta iconic degan yozuv bor ekan, shuni joylaymiz hozir. Yozuvlar ideal bo'lishi shart emas. Shunchaki olasiz va qaytarasiz. deb boradi. Shunchaki bilasizmi, o'zingizni shriftingiz bilan ham shunchaki chizib chiqsangiz bo'ladi. Buni qiyinlashtirish kerak emas. Oddiy qo'l harakatlari bilan yozuvlarni, harflarni joylashtirib chiqamiz. Va C harfi qoldi. Mana. Mamatdagi iconic so'zidan C ni biz boshqa rangda chiza qolamiz. Bu yerda oq va qora ishlatilgan. Referensda ko'rgan bo'lsanglar, men oqni o'rniga umuman boshqa rangdan foydalanmoqchiman. Hozircha o'ylayman, balki siyoh rang. Keling, siyoh rangda qilamiz. Bo'ldi. Tepasida kiss me degan so'z bor ekan, shuni yozamiz. Faqat u boshqa shriftda. Kiss me. Bo'ldi. Endi esa yurakchamizga yana qaytamiz va ikkinchi ramkasini chiqamiz xuddi shu shaklda. Bu yerda albatta o'zingizgina improvizatsiya qilsangiz bo'ladi. Va endi shunaqa holda chiroyli qilib bitiramiz. Bo'ldi. Mana yuragimiz tayyor. Endi mana bu yerda yozuvlarimiz bor edi. Keling bu yerga o'tib olamiz. Hozir mana bu yerdagi yozuvimizni all about love so'zini to'ldirishimiz kerak. Shuning uchun keling about dan boshlaymiz. About. Mana bu so'zda all so'zi bor. Uni kattaroq qilamiz. Mana bunday. Bu yerda esa yurakchalar joylashgan. Endi ularni chizib olamiz.
xohlasangiz o'zingiz xohlagan belgilarni yanada qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Va bizda hozir mana bu pastki qismdagi detallar qoldi, shularga o'tamiz. Xo'sh, bizda bu yerda yurak shakli, mana bu love so'zidan pastroqda ekan. Va bu yerda x va noliklar bor ekan. Kelinglar, x va noliklarni chizamiz. Nolik и nolik bu yerda bo'lishi kerak. Qorani olamiz. И noliklar kichikroq ekan. Mana bu yerda esa yurakcha bor. Keyin mana bu yerda ham yurakcha bor ekan. Va eng asosiysi mana bu pastda ekan. Bu yerda esa o'sha eng katta yurakchamiz joylashgan ekan. U sal qiyshiqroq ekan. Bunda joylashtiramiz. Va uni chetlarida mana bunaqa nurlari bor ekan. Hozir barcha detallarni joylashtirib chiqdik. Endi men qo'shimcha yanada yaxshiroq, yanada shriftlarni to'g'irlab ishlov berib chiqaman. Balki qo'shimcha yana qanaqadir belgilar qo'shsak bo'ladi. Printimiz tayyor. Mana bu yerda juda soddalashtirilgan misolda hozir ko'rsatdim sizlarga. Albatta fantaziyalarga bog'liq eksperimentlar qilsanglar bo'ladi va internet tarmoqlaridan har xil referenslar ko'rsanglar bo'ladi, qaytarib ko'rsanglar juda zo'r bo'ladi. Bugun shunaqa oddiy yozuvlar, shriftlar va belgilar asosida bo'lgan print qildik. Videomiz yakuniga yetdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videomizda biz foto ramkani dekorlashni o'rganamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.